Yoshlar otryadiga barchangizni taklif etamiz. Kamerada syomka qilishni boshladilar. Biz Andijon viloyatiga yo'l oldik. Hurmatli andijonliklar, bizni kutinglar. Jilon orasi. Tashrif buyurdik. Paxtachilardan xabar olgani. Atin keldik. Marhamat. Ya ovqat pishmadimi hali? Aziz do'stlar, kamera sog'ilib oling. Namunali uy imtiyozli kreditda tarqatishyapti paxtaga chiqqanligi. Menga partuga. Shavkat yetay olinglar, tez yetay. Ketdik. Kirib turasizmi? Bo'l, yetagapti. Chivini bor ekan. Voy, bo'y barobar ekan bu. Nima bu etak? Ha, partu deng, bering. Aylan qo'ying. Mana aziz do'stlar, shaxsan o'zimiz ham teramiz. Mana bolalar taqqan etak qanaqa taqadi bu etak? 410 so'mdan to'lashayotgan ekan, lekin 100 so'mdan Andijon viloyati hokimi sovg'asi ekan. Va yana qo'shimchasiga 3 mahal ovqat bepulga tarqatishayotgan ekan. Hozir bugun kamida 50 ming so'mdan bo'ldi. Ha, biz ham hozir mana shu paxtani terib, bel bukilmagan 50 ming so'mdan va'da qilishdan Charchamayapsizlarmi? Bu paxtani bir kunda keling ikkalamiz musobaqa o'ynaymizmi kim ko'p terishga? Ya yutqizib qo'yasiz. Yo'q, yutaman. Agar kim yutsa, Jahongir Polajonovdan jonli chiroq. Kelishdingmi bo'ldi? Ya, to'xtab turinglar. Mana ismingiz nima aka? Ismim Salimjon. Salimjon aka, mana men hozir Real Hitdan emasman, men boshqa Jahongirman. Qaysi ashula yoqadi sizga? Bizga Yo'q, biz mana Andijonda katta bo'lganmiz. Teri boshqa qilib. Yo'q. Qaysi tumandan? Bo'z tumani, Bo'z Angeles. Ha, yo'q. Mana aziz do'stlar, kechirasiz, ani Real Hit uchun alohida bir ani qaysi qo'shiq yoqadi sizga? Bizga ko'proq Muhammad Karim Soyev yoqadi. Toshkent tanimaysizlar u akani. Biz taniysizlarmi? Qaysi qo'shiq? Aytib bering, ozgina ikki qator. Yot uyda yor bo'ldi. Voy alamjon, jon alam. Shu qo'shiq. Rahmat. Rahmat aka, sog' bo'ling. Bermay turasizlar, namunali uy olishimiz kerak shunga. Ha, kilosiga necha puldan to'lashyapti? 510 so'm. O'z 410 so'm ekan. Ha, 100 so'mdan hokim bu. Sovg'a qildilar 100 so'mdan hokim bu. Sovg'alar, ha. Bu xudo xolisi ertaga 610 so'm bo'ladigan gap bor. Shuning uchun bugun terib ertaga topshirmoqchimiz paxtani. Yaxshi. Assalomu alaykum, qormanglar. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisizlar? Sonlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? Ismingiz nima? Bektoraxon. Bektoraxon aka, kollej bitirgansiz, ha? Yo'q, bitirganim 3 yil oldu. 3 yil bo'ldi, ha, bitirgansiz-da? Aha. Qiynalmayapsizmi vaqtida? Yo'q, xudoga shukr, yaxshi. Vaqtida ovqat berishyaptimi? Вообще.
Uchmaqal deb eshitdim. Ha, shunaqa uchmaqal. Uchmaqal. Aha, ovqatlar yaxshi. Beli bukilmagan pul berishyapti rostmi? Ha, shu rost. Xormanglar, assalomu alaykum. Abi boshqa gap mana. Aziz do'stlar, mana davom etamiz. Hozir bu yoqdan ham bir onaxonlarimiz oldiga boramiz. Ya, yoshlar ekan, yosh qizlar ekan. Ketdi qizlarning oldiga. Onaxonlar yo'q ekan, uzr. Qizlar, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchab qolmayapsizlarmi? Ismingiz nima? Mushtariy. Mushtarixon. Keling, qizingiz siz ham. Ismingiz nima? Mavluda? Ha. Qalay, charchab qolmayapsizlarmi? Yo'q, aslo. Ha. Qalay, sharoitlar yaxshimi? Yaratib berishgan? Yaxshi, hammasi zo'r, hamma sharoitlar qilib berishyapti. Paxta ham zo'r. Bu ko'tara olmayapsiz-ku, ancha bo'lib qolibdi. Necha kilo chiqadi taxminan? Keling yordamlashamiz. Chiqadi. 15 kilo, 20 kilo bor. Chiqadi. Endi qanchada terdingiz shu 20 kilo? Shu ertalabdan beri. Bir ikki to'kib keldim. Ha, Bir bir soat. soatda to'kib keldingiz. Ha, bir soatda 15 kilodan ikkitasini to'kib keldingiz. Bu 45 kilo bo'ladi taxminan. Ana aziz do'stlar, 45 kiloni bir soatda teribdilar. Ishingizga omad, doimo sog' bo'ling, omon bo'ling. Qalay bo'lyapti hashar Andijonda? Zo'r. Yaxshi, davlatga hissa qo'shganimizdan xursandmiz biz ham. Paxta kelganingizdan xursandsiz. Xursand. To'g'rimi? Ha? Oq oltinimiz bizning boyligimiz. Bularni nesi nobud qilmasdan terib olishimiz kerak. To'g'rimi? Bir kunda qancha teryapsiz kene? 120 ga yaqin. 120 kilo? Bitta o'zingiz. 14. Shunaqa imkoniyatlar qilib berganki, o'zimizlar o'zimiz. O'zingizlar xohishinglar bilan chopqinlab chiqdinglar dalaga. Ha. Mana aziz do'stlar, ko'rib turganingizdek, hamma o'z xohishi bilan dalada paxta terimda, ya'ni hamma sharoitlar yaratilgan, uchmaqal ovqat o'z Bunaqa vaqtida. imkoniyatlarni aytsa qo'yarasiz haligi yo'riqnomalarda. Telefonlar beramiz. Hamma sovg'alar beramiz degancha o'zimiz hammamiz bir-birimizdan o'tamiz deb Talash teryapmiz. beryapsizlar o'zinglar. Kim birinchi kim ko'p terar ekan deb. Mana mastavani qarang, haqiqiy andijoncha mastava deyiladi mana. Ko'ryapsiz o'zingiz. Bitta kartochka 4 ta go'sht. Bitta kartochka 4 ta go'sht. Omoniyat. Xalq so'zi, xalq kuyi. Ijro etadi bojalar guruhi. To'g'risini aytganda mana hozir 1 soat ichida o'zim hamma ko'rib turdi, guvoh bo'ldi, mana shuncha paxta terdim. Kayfiyatlarga kayfiyat ulashish maqsadida O'zbekiston Respublikasi yoshlarining eng sevimli jamoasi mehmonlari bu oltin haqiqiy. Buni terib davlatimizga o'sha foyda keltirishimiz kerak. Albatta men terganman, lekin bularni bilmayman. Biza paytda norma 50 kilo edi. Biz endi abetgacha 50 kilo terib, qolganiga uxlardik. To'g'risi Qo'rg'ontepada meni qandashim yodib yurardim. Shu inson bilan ukam bilan tanishgandan keyin bir tutingan ukam shu inson bilan tanishgandan keyin Qo'rg'ontepada ham ukam bor. Men bir mana shu Qo'rg'ontepani bir oilasining a'zosi sifatida shu yurtni bir farzand sifatida faxrlanaman. Juda ham shu Avrorbek Azizovga ham bitta guldiroq qarsangilar bo'lsin.